Onani holati baribir bolaga ta'sir qiladi. Ona qanchalik sog'lom, xotirjam, adekvat bo'lsa, bolaga to'g'ri choralar ko'radi. Ona buni qabul qilmay turib, o'zi ichidan bu vaziyatga obyektiv qara olmasa, bola tashab qo'yiladi o'z holiga. Bu vaqt o'tib ketadi. Yordam berish qiyinmi shunaqa vaqt o'tib ketgan bolalarga? Qiyinroq, lekin yordam bersa bo'ladi. Prosta agarda o'sha vaqt o'tdi, ozgina bo'ldi, endi hech qanaqa foydasi yo'q deb bu narsani yana ham tashab qo'yilsa, to есть уже осложнение ketib, umuman bu состояниyadan bolani chiqarish. Demak, kasalni qancha yashirsak, isitmasi oshkor qiladi deb shuni aytishadi, to'g'rimi? Bunaqa ayollar ham uzoq vaqt qabul qilmagan, bola shunaqaligini, misol uchun nuqsonli tug'ildi, odamlar nimadirkin, odamlar xuddiki bu aybday. Aslida farzandni qanday bo'lsa ham bu farzand, buni hech qanaqa uyat joyi yo'q, buni Alloh yaratgan bir banda o'sha ham. Bunaqa ayollar uzoq yashirib kelgan ayollarda muammo ham kuchayadimi o'zlarida ham psixologik muammolar? Da, kuchayadi. Не только o'zida, как бы shaxsiy erkak va ayol munosabatiga ham bu narsa ta'sir qilishi ko'rsatiladi. To есть ayol farzandini nuqsoni borligicha qabul qilmasa, bu er-xotinning o'rtasida ham muammolar keltiradi.